Varikoseli haqida ayniqsa hamma yigitlarimiz juda yaxshi bilishadi. Varikoseli bu moyak venalarining kengayish kasalligi. Statistika bo'yicha atigi 40% bolalarda uchraydi va bu nasliy bo'ladi. Sport bilan va og'ir mehnat bilan shug'ullangan vaqtda bu kuchayish orqali o'zini namoyon qiladi. Belgilari: uy sharoitida moyak tashqi tomonidan paypaslab bilsa bo'ladi. Aniq tashxis uchun ultratovush tekshiruvida Doppler yordamida tomirlar kengligini o'lchash orqali aniqlanadi. Xo'p, agar biz o'z vaqtida davolanmasdan yursak, bu nimalarga olib keladi? Birinchisi, urug' sifatining buzilishi, mayaklarda og'riq va mayakning kichrayib qolishi. Ba'zi mutaxassislar varikosel o'lchamlari hali kichkina, operatsiya shart emas deyishadi. Lekin vaqt o'tkazmasdan bundan qutulish kerak. Aks holda kelajakda bu urug' sifatini tushib ketishiga olib keladi. Varikoseli faqatgina jarrohlik yo'li bilan bartaraf etiladi. Boshqa davolash usullari, ya'ni dori-darmon va mazlar yordamida davolash buning barchasi afsuski samarasiz usullardir. Agar sizda varikoseli bo'yicha muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Direct orqali menga murojaat qiling va sizga kerakli tashxislarni bepul taqdim etaman.